Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda, xudo xolasa, guruchli kotlet tayyorlaymiz. Qovurma tiftel desak ham bo'ladi. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlarimiz: guruchimiz kerak bo'ladi. Oddiy piyolada bitta piyola to'la ishlatamiz. Har qanday guruchdan foydalanishimiz mumkin. Men alanga guruchdan foydalanyapman. Xohlasangiz lazr, xohlasangiz oddiy har qanday guruchdan foydalanishimiz mumkin. Bir dona tuxum kerak bo'ladi. Tabga ko'ra qiymamiz kerak bo'ladi. Qiymamiz bu hozir choper misorovkadan chiqarilgan va 2 qayta morozelkaga qo'yib muzlatilib, yana qayta buning ichiga pripravalar, ya'ni ziravorlarni hammasi keraklicha tuzigacha qo'shilib muzlatilgandan keyin shu holga kelib hozir ishlatishga tayyor holga keltirildi. Xuddiki qiyma shashlikda qiymasi bo'ladi-yu. Qayta o'sha 2-3 marta muzlatib, misorovka yordamida misorovkadan chiqarilgan. Xuddi shu qiymamiz. Qiymani ham tabga ko'ra ishlatishingiz mumkin. Qancha gram, qancha miqdorligini men 800 gram, 900 gram atrofida 1 kiloga yaqin ishlatyapman. O'sha 1 kiloga yaqin guruch qiymamizga bitta piyolada to'la, ya'ni 250 gram chiqadi bu. Guruch ishlatamiz. Bu guruchimizni hozir qaynatamiz. Qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Yaxshilab buni tirigan bo'lmaydi. Oshga o'xshab bu guruch qaynatirganmiz. Yumshoq qilib pishirib olishingiz mumkin va qiymamizga qo'shamiz. Qiymamizga bir dona piyoz ishlatamiz. Tabga ko'ra chesnok 2-3 zubchik chesnogimizni tabga ko'ra maydalab to'g'rab ishlatamiz. Ukrasheniya bezatishimiz uchun pomidor, bodring va ko'katlardan, yoqtirgan ko'katlaringizdan foydalanishingiz mumkin. Demak, ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb guruchimizni yuvib, tozalab qaynatishga qo'yishdan boshlaymiz. Guruchimizni qaynatib tayyorlab olganimizdan keyin qiymamizga aralashtirib, sharikchalar yasab davom etamiz. Guruchimizni hozir yuvib, mana qo'yib tayyorlab olamizda va bizga kartoshka hozirgi yangi chiqqan kartoshka ham ishlatamiz albatta. Kartoshkamizni hozir archib, tozalab olamiz. Mayda-mayda mana shu tuxumdan kichikroq kartoshkalar ham yangisi, uni postini artish ham shart emas. Yuvib, postini qirib, uni ham keragini ishlatamiz. 1 kiloga yaqin kartoshka ishlatmoqchiman. Uni ham tozalab olamiz. Bu orada guruchimizni qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Azizlar, mana kartoshkamizni, o'sha aytib o'tganimdek yangi kartoshka. Buni postini shunchaki artib tozalab oldik. Va mana guruchimizni ham qaynatib oldik. Endi buni qaynatib olgan guruchimizni kotletimizga qo'shamiz. Birozgina sovutdik uni va qozonimizga yog'imizni qo'yib qo'ydik bu orada. Yog'imiz qizib qoldi. Kartoshkamizni qovurib alohida qizartirib olamiz birinchi o'rinda. Kartoshkamiz qizarguncha biz qiymamizni, guruchlarni aralashtirib, bir dona piyoz va chesnogimizni 2-3 zubchik aytib o'tganimdek maydalab to'g'rab qiymamizga aralashtiramiz. Bir dona tuxum ham chaqib olamiz. Azizlar, mana bir dona piyozimizni va chesnogimizni 3-4 zubchik chesnogimizni maydalab shu holatda to'g'rab oldik. Endi buni qiymamiz ustiga tashlaymiz. Hamda guruchimizni, qaynatilgan guruchimizni ham sovolamiz. Azizlar, mana guruchimizni soldik, piyozimizni to'g'rab, chesnogimizni maydalab to'g'rab soldik qiymamiz ustiga va universal paprika bilan kashnich maydasi, shirin achchig'i yo'q buni, qizil paprika aralash tabga ko'ra buni solamiz. Aytib o'tgandek, qiymamizni ichida alohida piyozi, pripravalari, murchlari, kashnich ziralari bor. U misorovkadan qo'shib chiqarilgan. Bu guruch bilan mana shu piyozlar uchun tabga ko'ra paprika, shu universal pripravalamizni solishimiz mumkin. Va buni ustidan bir dona tuxumimizni chaqib olamiz. Tuxum chaqib, buni endi yaxshilab tuzimizni aytib o'taman, guruchimizni pishirayotgan paytda
Tuz solganmiz ta'bga ko'ra, tuzlari normalniy. Qiymamizda ham tuzi bor. Boshqa oshiqcha tuz qo'shmaymiz. Buni endi bir xil massaga kelguncha qiyma bilan birgalikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymamizni hammasini bir xil massaga kelguncha shu tarzda aralashtirib tayyorlab oldik. Endi bu orada yog'imiz qizidi. Kartoshkalarimizni birinchi o'rinda qovurib qizartirib olamiz. Kartoshkalarimizni qizartirishni boshladik. Birin-ketinlikda. Azizlar, mana kotletlarimizni forma berib oldik. Mana shu tarzda. Bitta qoshiq to'la-to'la qo'limiz bilan, qo'limizni ozgina suvlab, iliq suvga shu shaklda forma berib oldik. Mana bu yerda ham qolganlari bor. Kartoshkalarimizni ham qovurib qizartirib oldik. Endi ishimizni davom etamiz. Kotletlarimizni bitta skorotka qozon qo'yib olib, tezgina tayyor bo'ladi desangiz, qizartirib tezgina qizartirib olamiz. Mana shu kotletlarimizni tayyorlab olgan kotletimizni ketdik bo'lmasam. Mana kartoshkalarimizni qovurib shu tarzda butun aytib o'tgandek mayda tuxumdan ham kichkina kartoshkalar bir kilocha mo'ljallab artib buni qovurib oldik. Endi kotletlarimizni qovurib olamiz. Skorotka bilan qozonda birgalikda. Kotletlarimizni ikkita tomonini ham bir xil qilib ag'darib qizartirib olamiz. Kotletlarimiz chiroyli bo'lib qovurilyapti ikki tomonlama. Hammasini ham skorotka ham qozonda tezgina bo'ladi. Yog'ini qizartirib olamiz. Keyin dimlaymiz kartoshka bilan birgalikda. Kotletlarimizni mana hammasini birin-ketinlikda qizartirib olyapmiz. Bu yoqda mana skorotkada ham qizartirib olyapmiz. Hammasini pishirib bo'ldik. Endi qozondagi yog'imizni kamaytiramiz. Ta'bga ko'ra juda ham kam miqdorda qoldirib, kartoshkalarimizni tashab, ustidan kotletlarimizni terib, ozgina suv berib dimlab qo'yamiz. Qozonimizni yog'ini buni bo'shatib, tagida ta'bga ko'ra ozgina qoldirdik va qovurib qizartirib olgan kartoshkalarimizni qaytadan qozonga joylab oldik. Endi buni ustidan qovurib olgan kotletlarimizni ham joylab olamiz. Kartoshkamizni ustidan mana kotletlarimizni terib oldik. Endi ta'bga ko'ra bitta piyolada suv beramiz. Tagini past qilib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Azizlar, mana ovqatlarimiz tayyor bo'ldi. Chiroyli qilib endi ovqatlarimizni suzib olamiz endi. Mana taomlarimiz tayyor bo'ldi. Chiroyli qilib suzib oldik. Ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi yaxshi videoroliklarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Kommentariyada izohlaringizni kutib qolamiz. Xayr, hammanglar sog' bo'linglar.